Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mr. Do'stlar, video sarahasidan ko'rib turganingizdek, bugun biz har bir darajaga bitta cheat videosini olamiz. Do'stlar, bu videoni streamda qilmoqchi edim. Streaming programmalari xalaqit berdi shekilli o'xshamagan. Shuning uchun men shuni addenni video qilishga harakat qilaman. Ruscha gapirib bordim, hamma alohida. Unday bo'lsa, do'stlar, yana bitta har bir darajaga bitta cheat yozsak bo'ladi, ammo 3 ta bossni hal qilishimiz kerak. Dragon Crane, Warden va Wizard. Biz 3 tasini o'ldirishimiz uchun atigi 25 daqiqa vaqtimiz bor. Unday bo'lsa biz ketdik. Do'stlar, men bu o'yin oson bo'ladi deb o'ylab, hard rejimni ham yoqdim. Hardda qo'ydim, eng qiyini. Taraf chop bo'laylik. Atigi 25 daqiqamiz bor. 25 daqiqa. Agar undan oldin yutib qo'yadigan bo'lsak, biz g'olib bo'lamiz. Birinchi daraja olgandan keyin nima yozamiz? Aniqda olmos blok yoki oddiy olmosdan bir stak. Maydalash, versak, chop. Kirgasadik. Bitta bolta ham yasaylik. Hozir versak sindirib olamiz. Bizga ko'mir kerak yoki qo'l. Bittasini topamiz. Mana qo'l. Birinchi darajaga chiqdik ham. Mana shuni olsak chiqamiz birga. Va birinchi daraja. Voy, cheatni yoqmabman. Qani birinchi cheatni yozamiz. Give cheatidan ishlatamiz. Give. Xatolashib ketdim. Do'stlar, buning yomon tarafi ham bor. Agar biz noto'g'ri cheatni xato yozadigan bo'lsak, yana bitta daraja to'plashimizga to'g'ri keladi. Give us diamond qancha? 64 ta so'raymiz. Xato bo'ldi. Nega xato bo'ldi? Beribdi xato emas ekan. O'yin 3-daqiqasidan full olmos setga ega bo'ldik. Volka, shton, naski. Bizga ketdi. Mana biz full setga ega bo'ldik. Endi esa chop yasaylik. Keyingi safar do'stlar nezrit so'raymiz. Va nezrit teslaga chiqib olamiz. Olmos set. Tayyor. Ikkinchi darajaga chiqib olamiz. Yaxshi. Hali birinchi darajadan hamma anada cho'chqa bor ekan. Do'stlar, biz Wardenni ham qatnashamiz. Shuning uchun 25 daqiqa bizga yetarmikan? Ishlatamiz. Ikkinchi daraja. Give us net. Xato yozdim. Net. Here. Netherite.
hazır. Bizga neler angok gerek. Qancha bundan? Undan 15 ta so'rasak bo'ladi. Ha, mana bizning endi esa 3-darajaga chiqib tema so'raymiz. Mahluqni o'ldirish juda ham tashkilotda tun bo'lganda haqiqiy daraja olishni boshlaymiz. Do'stlar, menda bir g'oya bor. Birinchi bo'lib Dragon Cray'ni o'ldirsak 60-daraja beradi. Ularni yutishimiz juda ham oson bo'ladi. Axir biz cheatermiz. Do'stlar, videoga ko'pgina cheatlaringizni screenshot qilib oling. Shunda sizlar bu cheatlarni ishlatib olishingiz mumkin. Screenshot qilib. Men videoning so'ngida barcha cheatlarni yozib qo'yaman. Va kommentariyaga yozib qo'yaman. Kirib o'qisangiz barcha cheatlarni yozgan bo'laman. 3-darajaga chiqdik. Bu so'raymiz endi. Effekt. Do'stlar, kech ham bo'lib qoldi. Shuning uchun jon so'raymiz. Qancha? 60 ta. Telefon portlab ketmaydimi? Ha, mayli, 35 ta. Nimaga 2 ta berdi? Qotib qoldi menimcha. Kengitda boshqa Sizin berdi menga. Ha, do'stlar. Bu cheatni xato yozganman. Bitta cheat uvol bo'ldi ya, bitta darajada. Oldin soniyasini yozish kerak edi. Qishloq yo'qmikan? Kim ham bo'lyapti menimcha. 4 ga chiqish kerak deysiz. Oldidagi daraja so'raymiz endi. XP. Ha, o'zi daraja. Do'stlar, men akkauntim 200 ta qilganingiz uchun rahmat do'stlar. Agar meni akkauntimda 220 ta bo'lsak, men ikkinchi streamim olaman va unda do'stlarimni chaqiraman. Mana sizga topdim bitta. Bitta daraja yetmayapti. Atigi bitta daraja. Ay, tam ketdi. Hozir regeneratsiya pakdan so'raymiz. Do'stlar, allaqachon 8-daqiqa. Men kuchayishim kerak. Hamma kech ham bo'lyapti. Allanati. Tut. Effekt. As. Dokuz. 55'te. Mana endi bu moblar bilan janglaymiz. Çocuk. Kulhan çıkıyor. Alayım. Hamburger çok yok böyle bu sezon böyle de. Hadi oyun yok muydu ya moblar ya ki boşlar. Hadi yok bu koyun. Ama bu dağılmıyor ki. Hayır.
yaxshi 5-derecega chiqaring. Yo'qdan ketib qoldi. Derece. Ha, yetmay qoldi. Artık 15 dakika vaktimiz kaldı dostlar. Salkem yarımını bitirdik. Oyun kaç rejimde bitti? Neden mobları boşalttı? Kanım açtı. Derece. Bana benim yok kolaydı şimdi. 5. derece geçiremez. En bakalım. Yok. Evet. Az. Az. Olmadı yankılar gitti. 999. Ay 35'te. Bana değiyor. Ben de 8. dereceye çıkışım gerek. Vardiyan hamurları almasa gerek mi? Olguncu dereceye çıkışım gerek. Oldu. Hah. Oyun çekme olacağım. Olguncu derece. Hammal hazır emas. Birdan ikkita cheat yozamiz, lekin hozir emas. Ke. Birdan dereceye çıkış gerek. Bitti derece etme yaptık. Yetmiş derece en söyleyeyim. Hadi. Şimdi yok. Neyse ki sorun değil. Ha, iki yaklaştırıyorsun. Şimdi söyleyeyim. Şurada kaç aylık. Devam. And bizce Ender Pro, Ender Air, Ender Air. Kanka 64'te sırayımız. Bana bizim Ender gösteriniz. Ender ise give us bitte cidden küldürtme. Ender Dragon Spawn Egg. Yok. And portal. Vaktimiz az kal yaptı. Portal. Frame. Şurada sarabilirik. Hemen de bak. Bitti derece. Minge benime gelecek. Yani bitti.
149 255 mayli unchalik emasda mayli 100 ham yetadi. Tayyor. Do'stlar, endi encha ketadigan vaqtimiz ham bo'ldi menimcha. Endi ko'payasizlarmi? Sakladık. Hadi lan. Nereye bitti koyayım ki bu. Zaten kral. Altmışıncı dereceden alıp bir de hamma boss'un yok kazanmış. Dragon oldu başta. Ya bir kadar ve yeterli buldu. XP ile yağmur. Endi xohlaganimiz so'raymiz chit. Yetermez. Do'stlar, men uchun eng oson challenge bo'ldi. 60-chi 62 Endi qaytamiz. Yomay. Yo'q. Endi spawn qilamiz. Endi esa vardani spawn qilaylik. Tong için spawn qilamiz. Time. Açırımız. Az. Warten spawn egg. Spawn egg. Ve bizde bir wartening spawner. Warten oldu. Endi qaysi boss? Wizard. Give us wizard spawn egg. Barchasini atigi 19 daqiqada bitirdim. Bu video yoqqan bo'lsa, bu videoga 10 ta like to'plab bering obunachilar. Streamda 10 ta like so'ragandim, 12 ta qilibsiz. Rahmat. Bunda ham 10 ta like qilishingizga ishonaman. Hammaga xayr. Like bosib obuna bo'ling. Keyingi videolarga ko'rishguncha